Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuhu. Bozam sizlarga yodgorlik qilamanki, darslarga hamisha jiddiy va diqqat bo'lingizlar. Darslarni takror qilingizlar, eshitdingizlar, pay eshitdingizlar, pay takror qilingizlar. Agar bilmagan yerlaringizni nima darsni qaytarib eshitdingizlar va bilgan yodgan yerlaringizni otalaringizga, onalaringizga o'qingizlar. Qayerlarga g'alati ishtibohlaringiz bo'lsa, to aytib bersin, o'lgasini bildirsin, toki behtar yo'dola va pas navol videoga o'qib menga yuboringizlar. Toki agar sizlarning darslaringiz sahih bo'lsa, baxay dars jadidni idoma beramiz. Agar ishtiboh bo'lsa, ishtibohlaringizni mayliq qilaman, o'rgataman, to ishtibohlaringiz qolmasin. Chunki darsni ogoz qilib bo'yat jiddiy poyband bo'lsak, hamisha darslarni takror qilsak, eshitsak, bozam sizlarga jiddan yodgorlik qilib qo'yamanki, darslarni jiddiy bo'linglar. Chunki darslar ogoz bo'ldi, suralar ogoz bo'ldi. Baxayr biz suralarni yodlaning, suralar namoz yodlaylik. Nega oysa illa bir ma'lumot islomiy, ma'lumot diniy, ma'lumot sharoit illa bir tugaga kelsin. To bo'lsa-ki Xudovand bizga tavfiq, hidoyat, bandalikni nasib qilsa, islomda behtar bo'lganim zindaligimizga va bandaligimizga amal qilsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.